Muqimiy musiqali drama teatrida sahnalashtirilgan Haydar Muhammad qalamiga mansub Toshkentning Nozanin malikasi spektakl radio montajini tinglashga taklif etamiz. Rollarda Mahmudjon G'ofurov, Omina Fayozova, Naima Po'latova, Shuhrat Rasulov. Postanovkachi rejissyor Abdurashid Rahimov. Marhamat, tinglang. Yashnab sog'inib Muzaffar kiradi. Qo'lida diplomat portfel. Munavvar, salomatmisiz? Sayohatlar yaxshi o'tdimi? Rahmat. Tinchlikmi? Tinchlik. Muzaffar aka, siz meni sevasizmi? Munavvar, jonimdan ham ortiq sevaman. Butun olam eshitsin, hayqiraman, sevaman seni.
Domla. Men ichkarida bo'lib turaman. Mayli. Munavvar ilmiy rahbari Ismat Rahmatovichni boshlab kiradi. Domlaning bu kelishi ilm masalasida emas, balki jiyani Mardon masalasida edi. Chunki Mardonning onasi, akasi Ismat Rahmatovichni Munavvarning ilmiy rahbari ekanligini bilib, yig'layverib xunob qilgan va uni Munavvarning oldiga jo'natgan edi. U Munavvarning kelin qilib olishga rozi ekanligini bildirishni aytgan edi. Munavvar qat'iyan rad etadi. Bu suhbatni narigi xonada turib chala eshitgan Muzaffar tajanglik qilib, men yo'g'imda darrov boshqa yor topdi degan xayol bilan olib kelgan sovg'asini stolga qo'yib, zarda bilan chiqib ketadi. Yozdon Sobitovlar uyi. Kresloda Yozdon Sobitovich chuqur xayolga tolgan holda o'tiribdi. Jon dadasi, bitta farzandimiz, ko'zimizni oq qarosi. Mana siz ham 60 ga qarab ketyapsiz. Meni ham umrim o'tayapti. Chiroqchimiz, o'lsak ko'madigan, tovutimizni ko'taradigan hassakashimiz shu Mardon. Nima bo'lsa ham olib qolish kerak. Qutqarib qolish kerak, kesilib ketmasin jon dadasi. Biz onani yaratmasin ekan dunyoga.
bilan mardonjon didoringni ko'rolmayin firoqingda jonjon biz onani yaratmasin ekan dunyoga yaratmasin ekan Menga ham oson tutma. Avvalroq o'ylash kerak edi bu haqda. sizga oson bo'lmasa bilsangiz nega harakat qilmaysiz? Bola bilib qo'ysin yaxshi yomonni, lazzat deb totganin azob ekan. Bola bilib qo'ysin yaxshi yomonni, lazzat deb totganin azob ekan. O'yinchoq emasdur qadri insonni, toptashga huquq yo'q qo'li yetganni. O'yinchoq emasdur qadri insonni, toptashga huquq yo'q qo'li yetganni. Men vijdon azobidan onang mardon jonimga fido. U bebosh bilib qo'ysin yaxshi yomonni, yaxshi yomonni, yaxshi yomonni. Bola bilib qo'ysin yaxshi yomonni, lazzat deb totganin azob ekan. Bola bilib qo'ysin yaxshi yomonni, lazzat deb totganin azob ekan. U bilguncha kech bo'ladi. Yigitlik umri xazon bo'lib ketadi. Es hushini yig'ib olsa, o'z yo'lini topib ketar. Yoshligida kim adashmaydi deysiz? Odamlar bolalari uchun mol mulklarini garovga qo'yapti. Sizni bir og'iz so'zingiz, bitta qo'ng'irog'ingiz jon dadasi. Bir og'iz so'zim, bitta qo'ng'irog'im. Sen meni kim deb o'ylayapsan? Bola yoshligida buzilgan edi. O'zim xatoga yo'l qo'ydim. Qo'yarda qo'ymay qarzi qavallo qilib 20 yoshga chiqmasdan mashina olib berding. Xotin bola buzilib ketadi desam, sizdek prokuror otasi bor, buzilib qayoqqa borardi deding. Olgan oyligimni shunga berib quritasan. Go'yo bu seni bolang-ku, menga o'gay. Sevimli o'g'ling 1 yil ichida nima ishlarni qilib qo'yibdi? Hammasini mendan yashirgansan. Qizlar yotoqxonasiga bostirib kirib komendantga pichoq o'qtalgan.
restoranda bezorilik qilib begunoh odamlarni ko'ngliga qattiq ozor yetkazgan. Yana allaqanday bir nobob xonadonda maishatlarda bo'lgan. Kartabozlik o'yinda nom chiqarib, go yutib, go yutqizib, yutqizganlarga qizlarni yo'lini to'sishni buyurgan. Bularni hammasini mendan yashirgansan. Har safar ham meni ro'kach qilib qutqarib qolgansan. Bu ishlarni mana men endi bilib o'tiribman. Xo'sh, bu oshiq-moshqlarni sevgisiga rahna solganiga nima deysan? U qizni sevadigan yigit o'z o'tiga o'zi qovurilib yuribdi. Endi bulardan ham saqlab qolsang, ertaga odam o'ldirishi mumkin. Indinga, vatanga xiyonat qilishi mumkin. Nima bo'lsa ham qutqarib qolish kerak. Kerak. Qonun bor. Shariatda yo'l ko'p deganlaridek, qonunda ham yo'l ko'p ekan. Qaysi bir firmani direktori odam o'ldirgan o'g'lini ajratib olibdi-yu, dang'illatib to'y ham qilib beribdi. Bu qonunmi? Pulmi? Yoki amalmi? Nima o'zi o'rtoq prokuror? Tushuna olmay qoldim. Tushunishing shart emas. Haqiqatni ko'zini bo'yagan hech qachon qutulib keta olmaydi. Kodeks deydilar, otincham. Siz qo'rqoqsiz. Anu pochchamni zargar ukasiga ham sariq chaqalik yordam bermadingiz. 7 yilga kesilib ketdi sho'rlik. Pochcham bechorani sovg'asi bilan uydan izza qilib haydadingiz. Opam ham qadamini usib ketdi. Sizda odamgarchilik yo'q. Sovg'a nomi bilan keladigan poralar menga kerak emas. Sezib yuribman, keyingi vaqtlarda sovg'alarga ishtahang karnay bo'lib boryapti. Ayniqsa 8-martni sabrsizlik bilan kutadigan bo'lib qolding. Bundaroq sovg'a bilan kelgan mehmonlarga birinchi yirish odating chiqa boshladi. Yangi chaqiriqlarni o'ylab topyapsan. Ilojini topsang 1 yilda 2 marotaba tug'ilgan kuningni nishonlaysan. Zakistan o'tgan kunimiz, diplom olgan kunimiz, o'g'limni 1-sinfga kirgan kuni, 10-sinfni bitirgan kuni, yana allamabbalo kunlar. Mushuging tuxsa ham oshnaxomini qilib yo'qlab keladiganlar chiqib qoldi. Yana ular yangilik o'ylab topishibdi. Oshnaxomini qilib paxta yog' o'rniga konyak qo'yib kelishadi. Bilasanmi, bu sovg'alarni olib kelayotganlar kimlar? Erta-indin xashaga ochiladigan bir to'da firibgarlarning xotini. Biladi prokurorga ish tushib qolishini. 20 yil harom bilan xalqimni bulg'amadim. Endi bunday luqmalarni meni og'zimga tutma. Xazar qilaman. Ko'p ezmalanmang. Bolani o'ylang, bolani. Nasihatingizni keyin ham qilaverasiz. Yetar. Aralashmayman. O'tir. O'tir? O'g'limni o'tirgani ham yetadi. O'zimni garovga qo'ysam ham bolamni qutqarib qolaman. Men uni dardini yeb tuqqanman. Tunni tongga ulab emizib katta qilganman. Yoki o'sha bo'yginang go'rda chirigur aspirantkani tovutini lopillatib ketayotganini ko'raman-ku. Ana undan keyin tinchiman. Iltimos, o'rtoq prokuror, siz shu bugundan boshlab bu ishga mutlaqo aralashmang. Munavvarlarning uyi. Xayri o'g'lini qutqarish rejalarini o'ylab, dasturxonchi sovchi O'ktamxolani chaqirib kelgan. Opaxon, oyisi uyda yo'q ekan, nima qilamiz? O'zi bilan gaplashaveramiz. Ay, xayriniso, balo ekansiz, lekin o'g'lingizni ham didi chakalamasa, naq baliqni o'zi yallaq balig'a. Lablarda o'rmalagan xoli bore, ha-ha, xolchasi bor, ha-ha, chaqni kabi ko'zlarida jilosi bor, ha-ha, xolchasi bor, ha-ha,
yuzlarida lola lola bilan tabassum har qarashda lola lola bilan tabassum lola 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 yurishlari olmona lola 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 turishlari olmona kelajakda baxti bor iqboli bor ha ha xolchasi bor ha ha chaqni kabi ko'zlarida jilosi bor ha ha xolchasi bor ha ha yuzlarida lola lola bilan tabassum har qarashda lola lola bilan tabassum lola 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 yurishlari olmona lola 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 turishlari olmona ay Xayriniso, agar shu qiz sizga kelin bo'lib o'sha kottejingizga tushsa bormi? Ko'ribsizki, kottejning u qavatdan bu qavatiga shoyi ko'ynakni hilpillatib, bedana yurish qilib yurib qolsa bormi? Uni ustiga haligi paxta gullik choynak piyollardan achchiq choylarni damlab, chap qo'l bilan farang ro'molni ushlab, o'ng qo'li bilan sizga mana shunday choyni uzatib turib, "Oyijon, oshga qachon alov yoqmoray?" desa bormi? Ko'ribsizki, o'g'lingiz Toshkentning xoni, keliningiz Toshkentning malikasi. Siz bo'lsangiz baxtiyor qaynonasiz o'rgilay. Voy keldi. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling o'rgilay. Muzaffar akam oylariga sira ham o'xshamas ekanlar. Lekin bu odatlari menga juda ham yoqyapti. Qarang, Xayriniso, dasturxonga qarang o'rgilay. Bismillahirrohmanirrohim. Choyda ichi. Rahmat. Voy o'tir, qayoqqa o'rgilay, o'tiring. Voy oshga harakat qilmang o'rgilay, oshga harakat qilmang. Hali nasib bo'lsa, sizni qo'lingizdan, bu xonadondan juda ko'p osh yeymiz o'rgilay. Endi o'rgilay, biz sizga qulchilikka keldik. Ko'rib turibmiz, juda ham donishmand, dono, oğlima qizga o'xshab turibsiz. Hozirgi zamonimizda ko'p masalalarni qizlarni o'zlari hal qilib yuborishyapti. Biz aminbizki, bu masalani ham siz o'zingiz hal qilib yuborasiz. Faqat sizni bir og'iz so'zingiz, siz roziman desangiz, voliday mehriboningiz ham albatta rozi bo'ladilar, jonim g'idi-g'idi. Voy, men nima derdim? Sizlarni tanimayapman. Ay o'rgilay, tanimayapman deb bahona qilmang o'rgilay, bilib turibman, kami ko'stim bor demoqchisiz. Hamma narsa tayyor. Mashina deysizmi, uchastka deysizmi, hammasi gatov. Faqat sizni bir og'iz so'zingiz, siz xo'p desangiz, o'zlari o'rab, chirmab olib ketishadi. Xuddi shu o'lmasam. Muzaffar akamda bunchalik mol va dunyo yo'q edi-yu. Bular kim bo'ldikina? Xolajon, o'g'lingiz kim? Taniysiz o'rgilay, taniysiz. Sizni joni dilidan ham yaxshi ko'radi. Ikkovlaringizchi xuddi uzukka qo'ygan ko'zga o'xshaysizlar. Ismlaringiz ham bir-birlaringizga mana shunday taqobil, jonim g'idi-g'idi. Muzaffar, Munaffar, o'sha shekilli. Xolajon, men nima derdim? Oyimlar kelsinlar, tug'ib katta qilgan, ham ota, ham ona o'rnida. Keyin hamma rasm-rusumlarni o'zlari bilan birga qilaverasizlar. Men rozi. Voy, roziman degan tillaringizga jonim g'idi-g'idi. Qani Xayriniso, bo'ling tezroq. Mashinaga mening o'rgilay, mashinaga mening tugunni bu yoqqa bering. Yor-yorni o'zim kiyib tashlayman o'rgilay, kiyib tashlayman. Ha, o'rgilay. Mana bu tugunimizni alishtirib bering. Voy, Ya, uyalmang o'rgilay. Buni hech qanday qiyinchilik joyi yo'q. Nihoyat ikkita non u yoqqa, ikkita non bu yoqqa o'rgilay oling. Opaqijon, agar yoshini so'rab qolsa 30larga borgan deyvering.
Xo'p. Hay, o'rgilay. Onangiz qachon keladilar, jonim g'idi-g'idi? 15 kunlarda. 15 kundan keyin kelar ekan. 10 kundan keyin sud bo'ladi. Sudda dangal yaxshi ko'rishni aytaversin. Apisatilni. Ha, mana ish bunday bo'pti-da, o'rgilay. Yoqqa bering, o'rgilay. Tugunlar ham biram yarashib turibdi. Qani o'tiring. O'tiring, o'rgilay. Xayrnisi o'tiring. Endi gap mundoq. Tag'in 10 kunlardan keyin Mardonjonning sudi bo'ladi. Shu sudda siz uni yaxshi ko'raman, unga tegaman desangiz, gap tamom, vassalom, olam guliston. Nima? Mardonni yaxshi ko'raman? Ha? Voy, o'lmasam, sizlarni bu yerga Mardon yuborganmidi? Ha-da, Mardon meni o'g'lim-da, aylanay. Yo'q, yo'q. Bunday bo'lishi mumkin emas. Men nima ishlar qilib qo'ydim? Bunday bo'lishi mumkin emas, yo'q. Hay, qiz poshsha, nozam evi bilanda jonim g'idi-g'idi. Men nos qilayotganim yo'q. Saqqayi nos ketsin, u yirtqichga. O qiz poshsha, o'zingizdan jam ketavermang. Baxt qushi boshingizga qo'nib turgan bir paytda-ya. Oyim qiz o'zidan kattaga bunaqa gapirmaydi. Bas qilinglar. Bas qilinglar deyapman. Bilasizmi o'zi siz kimga kelin bo'layotganingizni? Kimsan kattakon prokuror Yozdon Sobitovga? Ha, tegingizni mashina g'irr etib boradigan joyingizga borasiz, g'irr etib qaytib kelasiz. Birov sizni tavog'ingizni kish, mushugingizni pish demaydi. Yozma ishlaringizga Ismatjonning o'zi yordam beradi. Yo'qolinglar. Yo'qolinglar deyapman. Voy saqqay jonimni g'idi-g'idisi ketkin. Voy ostonangga tikonlari ko'milsin. Ha, sen o'zing buzuq ekansan-ku, yashamagin. Shoshmang xolajon. Shoshmang. Bu meni o'g'limga tuhmat qilib yuribdi. Qarab tur, seni o'zingni hali sud qilishadi. Ha, sen bekordan bekorga ekspertizadan qochib yurganing yo'q ekan. Seni o'zingni sud qilishadi. Men seni shundoq qo'yib bo'pman. Tishlarimni orasida qochib tashlayman. Ana o'zi kelib qoldi. Anatib ketayotganini ko'raman, ana undan keyin tinchiyman. Yo'qoling, mana yoqqa yuring. Yo'qoling. Munavvar, meni kechir. Hamma gapga tushundim. Kechir. Sen bilan Munavvar uçaman, uçaman. Sen bo'lmas olamni netaman, netaman. Ko'zimdan bilib ol, sen buni qonimda ishqingni to'lqini sevaman, 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 seni haykırıp aytaman. 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 Sud zali. Munavvar so'zlamoqda. Mana bular kattani ham kichikni ham bilmaydigan. Inson qadrini oyog'ini ostida ezib ketuvchi surbet. Beshafqat kimsalarki, bularga shafqat qilib bo'lmaydi. O'tiring. Jabrlanuvchi Quvvatov Davron. O'rningizdan turing. Siz sudlanuvchilar Mardon Sobitov, Rafiq O'roqov, Iris Toshevlar haqida yana qanday qo'shimchalar qilishingiz mumkin? Men o'sha qattiq dod ovozini eshitganimdan keyin mashina tomonga qaradim.
Qarasam, mashinani avvalgi o'rindig'ida anavi ikki chekkada o'tirgan qarta o'ynab o'tirardi. O'rtadagisi esa arqa o'rindiqda qizning qo'llarini qayirib qiynayotgan edi. Qiz dod deyapti, faryod chekayapti, qichqirayapti. Lekin oldinda o'tirgan anavi ikki qartavoz beparvo, pinagini buzmay qartasini o'ynayapti. G'azabim kelib ketdi. Mashinaning eshigini shart ochib, ana o'rtadagini gardanidan ushlab o'zimga qarab tortdim. U menga qayrilib qaragan edi. Qiz shu fursatdan foydalanib naryoq eshikni ochib tushib qochib ketdi. Keyin uchalasi quturgan yirtqichdek menga tashlandi. Atrofimni qurshab olishdi. Masxara qila boshlashdi. Biri soqolimdan tortib, "Ha, boboy, juda modni ekansiz. Oho, bu orden medallaringiz ham bor ekan. Bularni qayerdan olgansiz? Nima qilib olgansiz? Yo bizdaqangi yigitlarni mana shunaqangi ishlariga xalaqib berib olganmidingiz?" desa bo'ladimi? Qonim qaynab ketdi. Bas qillaring bezorlar deb baqirib yubordim. Shu payt ana shu o'rtada o'tirgan "O yigitlar, kelinglar. Bu chol aqldan ozib qopti. Buni hushiga keltirib qo'yaylik, savob bo'ladi" deb qani boshladik dedi-da, yuz ko'zi maralash mush tushirib ketdi. Keyin bu ikkalasi ham oyog'imga tepib yiqitishdi. Choptoq qilib tepishdi. Keksalik bo'lsa kerak, men o'zimni yo'qotib qo'yibman. Men ko'zimni ochgan vaqtimda hamma yog'im daka bilan o'ralgan kasalxonada edim. Mana 3 oy hamma yo'g'im mamotaloq bo'lib kasalxonada yotgan kunlarim ham o'tib ketdi. Rahmat shifokorlarimizga. Meni qaytadan hayotga yo'llashdi. Lekin menga bir narsa alam qilyapti. Axir biz keksa avlod mana shunaqalar uchun ko'kragimizni o'qqa qalqon qilib fashistlar bilan olishganmidik. O'zimga o'zim yana dalda beraman. Bundaqalar onda sonda uchrab turadigan shung'iyalar deb. Xo'sh, mana shu shung'iyalar o'zi qayerda o'sayapti? Axir bularni ham xonadoni, ota-onasi bordir. O'sha ota-onalar ham oliy o'quv yurtlaridami? Biror kattaroq mansabdami? Zavod, fabrikadami? Ishchimi, xizmatchimi bo'lib ishlatsa kerak. Nahotki o'z farzandlarini qanday yurish-turishdan, xulq-i atvoridan bexabar bo'lsalar. Axir farzand tarbiyasida bu o'ta beg'amlik emasmikan? Boshqa gapim yo'q. O'tiring. So'z prokuror Qobilovga. Hurmatli sud hay'ati, sudlanuvchilar, Sobitov, O'roqov, Toshitlarning qilgan jinoiy harakatlari ularni aybli deb topilsin. Sobitov Mardonni 12 yil, O'roqov va Toshitlarning har birini 8 yildan ozodlikdan mahrum etilib, jazoni kuchaytirilgan rejimdagi axloq tuzatish mehnat koloniyalarida o'tatilsin. O'tiring. Rahmat. So'z himoyachi Tursunovga. Hurmatli sud hay'ati, men sudlanuvchilarni prokuror qo'ygan punktlar bilan ayblanishdan noroziman. Sabab: birinchidan, sud meditsina ekspertizasining spravkasi hamda guvohlarni va jabrlanuvchi qizni tergovda va sud davomida bergan ma'lumotiga qaraganda asosiy jinoyat sodir bo'lmagan. Qizning nomusi saqlanib qolingan.
Ana aytmadimmi? Sen o'g'limga tuhmat qilyapsan. Tartib saqlansin. Davom eting. Inson onadan jinoyatchi bo'lib tug'ilmaydi. Balki uni o'rab turgan kimsalargina jinoyatga tortadi va o'zlari suvdan qup-quruq chiqib, begunohlarni juvonmarg qilishadi. Men bu borada asosiy jinoyatchi Sobitov, O'roqov va Toshiblar emas, asosiy jinoyatchi bufetchi Asalopa Boqiyevadir deb bilaman. Chunki bu ayol o'z uyiga tez-tez yigit qizlarni yig'ib, bema'ni muzikalar qo'yib, behayo tansalar tushishga, ichkilikbozlikka, hatto kartabozlikka yo'l qo'ygan. Bundan tashqari, ish joyida, ya'ni bufetda spirtli ichimliklar sotilishi man etilishiga qaramasdan, spirtli ichimliklar sotilgan. Bu haqida tegishli joylarga ham xabarlar bor. Bundan tashqari, Mardon bilan yaqindan aloqada bo'lishining asosiy sabablaridan biri Boqiyeva ustidan jinoiy ish qo'zg'algudek bo'lsa, Mardonda otasini panohiga o'tishini o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Shu paytga qadarli Boqiyeva ustidan jinoiy ish qo'zg'atilgani yo'q. Men sud hay'atidan Sobitov, O'roqov va Toshiblarni ozod qilinishlarini so'rayman. Ular ilgari sudlanmagan. Ularni shuncha kun tergovda turganlarning o'zi ham bular uchun katta jazodir. Bular o'z o'quv yurtlariga, ish joylariga, auditoriyalariga, ota-onalarini bariga qaytishlari kerak. O'tiring. So'nggi so'z sudlanuvchi Iris Toshibga. Men jabrlanuvchilardan kechirim so'rayman. Aybimga iqrorman. Onam bechora meni deb kechqurunlari uborsizlik qilgani общежитиеga ishga ketardi. Otam bo'lsa har kuni mast bo'lib kelib yotib uxlardi. Meni boshim borib, oyog'im kelib mana shu girdobga tushib qoldim. Nahotki aqlim mana shu qora kursida o'tirganda kirsa, ne orzu umidlar bilan o'qishga kirgan edim. Bari tamam. Meni boshqa gapim yo'q. O'tiring. So'nggi so'z sudlanuvchi Rafiq O'roqovga. Aybimga iqrorman. Jabrlanuvchilardan kechirim so'rayman. O'tiring. So'nggi so'z sudlanuvchi Mardon Sobitovga. Men so'nggi so'z ishdan bosh tortaman. Sudlanuvchi Mardon Sobitov. Yaxshiroq o'ylang. So'nggi so'zni balki yozib berarsiz. Yo'q. Sud hay'ati hukmga kiradi. Sudlanuvchilar, tinglovchilar o'z joylarida qoladilar. Yozdon Sobitov jabrlangan chol Davron Quvvatovning oldiga keladi. Assalomu alaykum. Yozdon Sobitov. Hali shu bezorilarni ota-onasi bordir dedingiz. Ha, bor. Men shu sudlanuvchilardan birini otasiman. O'g'lim so'nggi so'z aytishdan bosh tortdi. O'rniga men jabrlanuvchilardan kechirim so'rayman. Sizdan ham qizim. Bugun hukm meni ustimdan o'qiladi. O'rningizdan turing. Sud kelyapti. Hukm o'qiladi. Toshkent shahar sudining raislik etuvchi sud a'zosi To'xtasinova, xalq maslahatchilaridan Akromov, Yusufxonov, Omonov sekretarligida, prokuror Qobilov,
himoyachi Tursunov ishtirokida Jinoyat kodeksining 15 orqali 94-moddaning 3-qismi, 204-moddaning 2-qismi bilan ayblanib sudga berilgan Sobitov Mardon Yozdonovich, O'roqov Rafiq, Toshev Irislarning jinoyat ishini ko'rib chiqib, sud hay'ati quyidagilarni hukm qildi. O'z aybiga iqror bo'lganligi, xatolarini tushunib yetganligi uchun hamda yoshligini hisobga olib, O'roqov Rafiq va Toshev Irislarga har biriga 6 yildan, Sobitov Mardon Yozdonovich hamma jinoyat sodir bo'lishida gruppaga bosh bo'lib harakat qilganligi uchun 10 yil ozodlikdan mahrum etiladilar. Dada! Ha, o'g'lim. Sen tegishli jazoingni olishing kerak. Ajab emas, bir kun odam bo'lib qaytsang. Bu men senga bera olmagan saboq.